Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum 31-dekabr tongini biz bilan qarshi olgan aziz muxlislarimiz. Assalomu alaykum. Bir yil davomida Andijon teleradio kanaliga hamroh bo'lgan aziz muxlislarimiz. Assalomu alaykum qalbi qaynoq yurtdoshlarimiz. Sizlar bilan yana Andijon nafas ko'rsatuvi orqali diydor ko'rishib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Aziz hamkasblar, bugun 2025-yilning so'nggi kuni. Boshlab ham oldik. Bayram kayfiyati va mana shu kayfiyat mamlakatimizga, Andijonimizga va bizning jamoaga ham kirib kelganiga 10 kundan oshdi-yo. Bayram nafas ufurib turganini mana shunday studiyamizdagi bezaklardan ham ko'rishimiz mumkin. Mana shunday go'zal manzaralarga lekin bizga homiylik qilayotgan tashkilotlarimizni ham eslatib o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Mega Turizm tur firmasi ayni bizning ushbu dasturimizning homiysi va siz ham oilaviy maza qilib dam olishga, hordiq chiqarishga, sayohatlarga bormoqchi bo'lsangiz, aynan mazkur firmani tanlayveramiz. Dasturimizdan esa go'zal taronalar va 2025-yil davomida ulkan yutuqlarga erishgan yurtdoshlarimizning samimiy suhbatlari sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz va Andijon nafasi dasturining bayram sonini ochiqligini e'lon qilamiz. Demak, dasturlarimizni ko'rishda davom eting, biz boshlaymiz.「だいだ
Andijon nafasining yangi yil soniga bag'ishlangan dasturimiz davom etadi. Bizda yana suhbatdoshlarimiz bor. Bilasizmi Shahodat, aynan bu suhbatdoshlarimiz Buloqboshi tumanidan tashrif buyurgan. Buloqboshiliklarni bilamiz, nafaqat qishloq xo'jaligi sohasida, balki aynan ilm-fan sohasida ham bugun yaxshi natijalarni qo'lga kiritayotgani bu quvonarli albatta. To'g'ri aytasiz, buloqboshiliklar deganda aqlli va ziyoli insonlar ko'z oldimizda gavdalanadi. Ular o'zlarining mehnatlari, bilimlari bilan anchayin nom qozonishgan. Albatta. Va bizda navbatdagi suhbatdoshlarimiz bor. Yusupovlar oilasi. Assalomu alaykum. Va alaykum Yangi yil assalom. barchangizga muborak bo'lsin. Studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Albatta bu oilamizni ham bejizga taklif etmaganmiz. Bundan avvalgi suhbatdoshlarimiz aynan Prezident maktabining o'quvchilarining ota-onalari bo'lsa, endi aynan Prezident maktabida tahsil olayotgan bolalarning bobosi hamda buvilari tashlab yurishgan. Baxtli bobo va buvilar desak ham bo'ladi. O'tgan mana shu yangi yil 2025-yil, o'tgan 2025-yil sizlarni oilangizga qanday quvonchli onlarni olib keldi va nabirangiz mana shu Prezident maktabining o'quvchisi bo'lganligi sizga qanchalik faxr ulashyapti? Butun yurtimizni, andijonliklarni kirib kelayotgan 2026 yil bilan tabriklayman. Yangi yil omadli bo'lsin, tinchlik totuvlik bo'lsin, xayrli yil bo'lsin, barakatli yil bo'lsin. Endi biz oilaga keladigan bo'lsak, mana biz buvisi, men, biz ham 40 yildan oshiq ta'lim sohasida ishlaganmiz. Xudoga shukr, nabiralarimiz mana shu Andijon shahridagi Prezident maktabida o'qiydi. Eng katta nabiramiz bu yil bizga quvonchli 25-yilda 11-sinfni bitirib Toshkent tibbiyot universitetiga o'qishga kirdi. Prezident maktabini bitirib. Bu ikkinchi nabiramiz 6-sinfda o'qiydi Prezident maktabini. Prezident maktabiga keladigan bo'lsak, bu yerdagi ta'lim, tarbiya, ilmga qiziqqan, o'zida ishlaydigan, shu kelajakda men yetuk bir inson bo'lib O'zbekistonga o'z hissami rivojlanishga o'z hissamni qo'shaman degan yigit qizlar o'qiydigan maskan. Shuning uchun men aytmoqchimanki, avvalambor prezidentimizga rahmat. Shu o'quv yurtlarini tashkil qilishdi, prezident maktablarini. Bu yerdagi ta'lim sohasi oddiy maktabdan jinday farq qiladi. Sababi ko'p fanlar ingliz tilida o'qiladi. Ikkinchidan, mana Prezident maktabi bu yil xalqaro maktablar qatoriga qo'shildi, sertifikatini oldi. Bitta gap bilan aytadigan bo'lsam, bu yerda o'qib, o'z ustida ishlaydigan bo'lsa, kelajakda yaxshi bir yetuk inson bo'lib, bitta mutaxassis, kuchli mutaxassis bo'lib, chet ellarda o'qib kelib, shu O'zbekistonga foydasi tegadigan yigit qizlar bo'lishini men umid qilaman bulardan. To'g'risi, bilasizmi Shahodat, xalqimizda danagidan mag'zi shirin degan naql bor. Aytmoqchi bo'lganim, agar mana shu nabiralarning yutug'i ota-onasidan ham ko'ra menimcha mana shu bobo buvilarini ikki hissa quvontirishi tabiiy. Buvijonisini his-tuyg'ulari qanday bo'ldi? Aynan birinchi nabira kirganda qanday bo'ldi-yu? Ikkinchi nabira ham aynan Prezident maktabiga o'qishga qabul qilindi deganda sizni ko'nglingizdan qanday his-hayajonlar o'tdi? Qaysi biriga ko'proq ishongandingiz? Rostini aytsam, ikkaloviga ham ishonganman, chunki maktabda yaxshi o'qishgan bolalar, yaxshi ta'lim tarbiya olgan, maktabdagi o'qituvchilarga ham rahmat. Birinchisida jinday hali yangi edi-da, birinchi yil kirish edi. Birinchilar qatorida kirdi. Juda xursand bo'ldik hammamiz ham, hammamiz. Shu nevaralarimdan faxrlandim. Mana bunimiz u qiz o'zi tayyorlanib, o'zi nima qilgan. Katta nabirangiz. Kirib ketgan, katta nabiram. Bunisi bo'lsa, albatta o'quv markazlariga bordi, uyda tayyorlandi. Ayasi ham o'qituvchi, ingliz tili o'qituvchisi. Ayasi ozmi ko'pmi mehnat qilib tayyorlantirdi. Endi mashaqqat. Bolalik o'yinlaridan chekkada turib, ularni hammasini tashab turib, inikiga tayyorlanganda ertalab saharda uyg'otamiz, kechqurun yarim kechgacha tayyorlanadi. Bu mehnatini, shu samarasini ko'rib albatta juda ham xursand bo'ldik biz. Umuman farzandlarni yutug'i ota-onani qanchalik quvontirsa, bu farzandlarning yutug'i esa sizlarni menimcha ikki karra quvontirishi tabiiy. Albatta. O'zingiz aytgandek, nimasidan mevasidan ko'ra danagi mang'izi shirinroq bo'ladi.
Yana bir narsa bor, o'sha buvilarimiz, bobolarimiz bizga mehribonroq bo'ladi-da, ota-onamiz qattiqqo'lroq, lekin buvilarimiz, bobolarimiz mehribon. Qo'y bolani unchalik qiynama, biroz dam olsin deydi-da. Shunaqa mehribonchiliklar ham qilib turasizmi nabiralaringizga? Albatta, albatta. Ayasi haligi bu uyg'onmagan vaqtida ertalab saharda qo'yinchicha uxlab olsin derdim. Ya'ni qo'yinchicha yotsin, uxlasin, qo'ying, keyin turgizasiz deb. Albatta, nevaralarga boshqacharoq, mehrimiz boshqacha bo'ladi. Endi nimalaringiz, o'zingizni farzandlaringiz katta bo'lgandan keyin ularni unchalik e'tibor bermay qo'yasizlar. E'tibor ularning farzandlariga o'tadi. Yo'lini topib oldi deb. Bu hamma e'tibor mana shu nevaralarimizga bo'ladi. Keling endi nabirangizga yuzlanamiz. Mikrofonni bering. Qani o'g'lim? Prezident maktabida o'qish qanchalik sharafli? Assalomu alaykum. Men Yusuf Muhammad Ali 6-sinfda o'qiyman hozir. O'tgan yili prezident maktabiga kirganman. Birinchi kirganimda men o'zimda bu yerda raqobat kuchliroqligini sezganman. Mening sinfdoshlarim ancha kuchli bo'lgan, yaxshi o'qishgan. Ba'zilari birinchi yili mendan ham yaxshiroq o'qishgan bo'lgan va keyin men undan keyin o'zimni qo'lga oldim va ko'p tayyorlanib, ulardan o'tib ketishga muvaffaq bo'ldim. Muhammad Ali, qishloqdagi tengdoshlaringiz ham havas qilishadimi sizga? Ha, maktabda har doim birinchi o'rinda bo'lganman. Maktabda raqobat ko'p bo'lmagan. Hamma meni maqtab, menga havas qilib yurardi. Bu yerda endi o'zingizdan kuchliroqlar bilan bir safda turish mas'uliyati ham bor. Ha, albatta. Rahmat deymiz mehmonlarimizga va bizda navbatdagi taronalarga navbat bersak, albatta yangi yilda yana boshqa nabiralaringizni ham mana shunday yutuqlarni ko'rish sizlarga nasib etsin va Oybek aka, menimcha chiroyli tarona bilan dasturimizni yaxshi kayfiyat ila davom ettirsak. Undan keyin bizda yana suhbatdoshlarimiz bor, dasturimiz davom etadi. Barchangizga yangi yil muborak bo'lsin. Alam yig'lar, qalbim tirnar, seni hamon o'ylar. Yurak yonar, ichim yonar, seni hajringda zor tunlar. Alam yig'lar, qalbim tirnar, seni hamon o'ylar. Yurak yonar, ichim yonar, sening hajringda zor kunlar. Oh sevgi buncha qiynatarkanki yuragimni, tirnatarkanki qalbim ezib, o'ylatarkanki ko'zlarimni, yig'latarkanki borolmayman qayga boray, yo'lim olib seni o'ylay. Ko'zim yumsam yonimda sen, hayolimda faqat sensan. Borolmayman qayga boray, yo'lim olib seni o'ylay. Ko'zim yumsam yonimda sen, hayolimda faqat sensan. Oh sevgi buncha qiynatarkanki yuragimni, tirnatarkanki qalbim ezib, o'ylatarkanki ko'zlarimni, yig'latarkanki hey
rejalar bilan qadam qo'yilayotgan mana shunday lahzalarda Andijon telekanalida Andijon nafasi bayram dasturi davom etmoqda. Azizlar, barchangizga bayramona kayfiyat hamroh bo'lsin deb qolamiz va davom etamiz. Bilasizmi, eng yaxshi sarmoya bu ta'limga, farzandlaringizga kiritilgan sarmoya hisoblanar ekan. Chunki uni ertaga natijasini ko'rsatar ekan. Shuning uchun ham aynan bugungi 31 dekabr kungi sonida mana shu ta'lim sohasiga berilayotgan e'tiborning hosilalarini biz studiyamizda ko'rib turibmiz, to'g'rimi? Albatta, Andijon nafasini doimiy kuzatib boradigan, tomosha qiladigan tomoshabinlarimizni bugungi mehmonlarimiz hech ham ajablantirmaydi, chunki biz har bir Andijon nafasi ko'rsatuvi orqali mana shu yurtimizda, xususan Andijonimizning bilimga chanqoq, iqtidorli va juda ham mana shu o'quvda aynan mana shu bilim olishdagi salohiyatini, bilimlarini turli bir ko'rik tanlovlar, hattoki xorijlardagi musobaqalarda, ko'rik tanlovlarda erishilayotgan yutuqlari bilan tezda tomoshabinlarimizga havola etib turardik. Demak, bugun ham sarhisob ko'rsatuvimizda ta'lim yo'nalishida iqtidorli o'quvchi yoshlarimiz mehmonimiz bo'lib turibdilar. Demak, bular Baliqchi tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari. Xush kelibsizlar. Yangi yil barchangizga muborak bo'lsin. Bu yilgi natijalarimiz qanday bo'ldi va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari sizlarga nima beryapti? Men o'zimni tanishtirib o'tsam, men o'zim Baliqchi ixtisoslashgan maktabining o'quvchisi Ismatov Mansurbekman. 9-sinfda o'qib tahsil olaman. U yerda yaratilgan sharoitlar bizga juda ham yoqadi. Mana bunga yarasha biz ham natijalarni qo'lga kiritdik. Geografiya fanidan tumanda 1-o'rin va viloyatda 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Mukofotlar va maktabimda ham o'zida taqdirlash jarayonlari bo'lib o'tdi. Bizga sharoit yaratib bergan avvalo maktab ma'muriyatiga va o'qituvchilarimizga rahmat aytamiz. Qarang, biz ko'plab mana shu ingliz tili, xorijiy tillardan bir yutuqlarni qo'lga kiritayotgan, men hech mana shu suhbatlar jarayonida geografiya fanidan men mana shunday yutuqlarni qo'lga kirityapman degan o'quvchini ko'rgan emas edim. Mana bugun ko'rdingiz. Bugun ko'rdim, yilning yakunida. Bu murakkab emasmi? Yo'nalishimizda o'zi algebra, ingliz tili, fizika, lekin harakat qilsak barcha fanlardan ham olish imkoniyati bor. Demak, yo'nalishimiz bo'lmagan taqdirda ham harakat qilib shu fandan natijalarni qo'lga kiritdik. 2025-yildagi natijalar va erishilgan orzular kam emas, shundaymi? Qizlarimiz nima deydi? 2025-yil qanday muhrlandi sizlar uchun? Mening ismim Mohizor Shavkatjonova. Ixtisoslashtirilgan maktabning 10-sinf o'quvchisiman. Tabiiy fanlar bo'yicha tahsil olmoqdaman. Mana shu viloyat olimpiadasida kimyo fanidan 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Mana shu viloyatlarning orasida milliy sertifikat kimyo fanidan ham A+ natijani qo'lga kiritdim. Qoyil. Bu mana shu ishlarda barchasida yordam berayotgan o'qituvchilarimiz, ota-onalarimizga kattakon rahmat aytib qolaman va maktab ma'muriyati direktorlarimizga alohida minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qizlar, 2026-yil uchun bittagina aynan mana shu ta'lim olish yo'nalishi bo'yicha orzuyingiz qanday deb savol bersalar, qanday javob bergan bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Men Bahромjon Mohtaroy, Baliqchi tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 9-sinf o'quvchisiman. 2026-yilda men qo'lga kiritmoqchi bo'lgan sertifikatlar soni juda ham ko'p va bularni olishga albatta o'qituvchilarim yordam beradi. 2025-yilga qaytsak, 2025-yilda mening yutuqlarim informatika fanidan viloyat bosqichida 3-o'rin, tuman bosqichida 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Buning uchun asosiy yordam bergan o'qituvchim Shohida Suvonova. Bu ustozimiz maktabimizdagi eng malakali informatika o'qituvchisi bo'lib, hamma o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydi va maktabimiz ma'muriyatiga hamma qatorida minnatdorchiligimni bildiraman. Shunday bir bilim olishga, shunday bir nima deydi, o'qishga chanqoq yoshlarki, bularni erishayotgan yutuqlarini ko'rib to'g'risi havasimiz keladi. Andijonimizda qaysidir yoshni aytaylik, o'sha 5 yoshmi, 6 yoshmi bolakaydan tortib mana shu ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari, prezident maktabi o'quvchilari, undan tashqari oddiygina umumta'lim maktablarning o'quvchilarini erishayotgan yutuqlarini ko'rib to'g'risi havasingiz keladi va o'sha davrga, o'sha yoshlikka qaytadan o'qigingiz, ilm olgingiz, izlangingiz keladi. Sizlarga juda ham biz havasdamiz va o'qish va ishlaringizda kattadan katta omad, muvaffaqiyatlar hamroh bo'lsin deb qolamiz. Yangi yilga belgilangan hamma rejalar amalga oshsin. Albatta vatanimiz bayrog'ini yuqori cho'qqilariga ko'tarib, O'zbekistonga munosib farzandlar bo'lib yetishasiz degan umiddamiz.
Avvalambor assalomu alaykum. Men Yo'ldosh va Mushtariy Baliqchi tumani ixtisoslashtirilgan maktabining 9-A sinf o'quvchisiman. Men bu yil 2025-yilda koreys tili 3-olimpiadasida respublika bosqichida ishtirok etdim va SK imtihonida sertifikatini 377 ball bilan 3 guruhni qo'lga kiritdim. Buning uchun o'z o'qituvchilarim, ota-onalarim va meni har doim qo'llab-quvvatlab turadigan yaqinlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va kelayotgan yangi yilda o'z maqsadlaringizga erishishingizni tilakdoshman. Sizda maqsad qanday? 2026-yilda endi koreys tilida mana bir yaxshi natijalarni qo'lga kiritishni boshlagansiz. Milliy, xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritish maqsadlar bor, to'g'rimi? 2026-yilda ham ko'p maqsadlarni oldimga qo'yganman. Masalan, ingliz tili va koreys tili sertifikatlarida o'z ballimni ko'proq qilib olmoqchiman va albatta 9-sinf bo'lganim uchun chet el universitetlariga topshirmoqchi bo'lganim uchun ko'proq mas'uliyat tushgan. Shu mas'uliyatlarimni ko'proq qilmoqchiman. Eng yaxshi ko'rgan serialingiz menimcha Qish san'atasi bo'lsa kerak, Koreya seriali. Koreyaga o'zi qiziqishim shu K-pop va K-dramalardan boshlangan. Barcha K-dramalarni qiziqib, sevib ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan K-dramam True Beauty, asl go'zallik. Keling, tomoshabinlarimizni, yurtdoshlarimizni koreys tilida yangi yil bilan tabriklab bering. 안녕하세요 여러분. 새해 복 많이 주세요. 받으세요. 감사합니다. Annyeonghaseyo. Rahmat. Rahmat. Juda ham ajoyib. Faqat omad va muvaffaqiyatlar hamroh bo'lsin deb qolamiz yoshlarimizga va dasturimizni yana bir Ajoyib qo'shiq davom ettiradi. marhamat. Zo'r tarona. Bilasizmi Shahodat, G'ayratbek, Oybek, hozir mana shu qo'shiqni eshitish davomida men uzoq davlatlarga yangi yil arafasida sayohat qilgandek bo'ldim. Atrofda juda ham chiroyli chiroqlar yonib turgan. Xuddi mana shu manzarani xayolimda uzoq bir davlatlarga sayohatda ko'rdim. O'zi ortda qolayotgan 2025-yilda qaysi davlatlarga bordingiz?
Ortda qolgan 2025-yilda bilasizmi, Oybek juda ham esda qolarli bo'ldi. Saudiya Arabistonida bo'ldim, Turkiyada bo'ldim va qo'shni Qirg'iziston Respublikasini ajoyib so'lim maskanlarida mazza qilib dam oldim. Qanday To'g'risi havas kelyapti. Biz hech qayoqqa borganimiz yo'q. Faqat mana shu viloyatdagi ijtimoiy iqtisodiy sohalarni yoritish bilan ovora bo'ldik. Endi mana bizga ta'til berdi. Albatta birinchidan so'ng xudo xolasa Siz ham chet elga chiqish niyatingiz niyatlari bor. Bizda esa yangi yil dasturi soni davom etadi. Bizda navbatdagi suhbatdoshlar bor. Ular bilan dasturlarimizni davom ettiramiz. Marhamat. Bu yil 2025-yil men uchun juda omadli bo'lib keldi. Bu yil men ingliz tili darajamni bilish maqsadida IELTS imtihonini topshirdim va 7,5 ballni qo'lga kiritdim. Qolaversa, fanlar olimpiadasidan ingliz tili fanidan viloyatda 9-sinflar orasida birinchi o'rinni oldim. Yil boshida esa Hippo xalqaro olimpiadasida respublika qatnashchisi bo'lganman. Assalomu alaykum, hammani kirib kelayotgan 2026 yangilanish yili bilan barchani chin qalbdan muborakbod etaman. Asosan 2025-yilda ko'plab yutuqlarga erishdim. Bundan biri o'zim san'atga qiziqqanim bois davlatimiz, ya'nida viloyatimiz boshchilari tomonidan o'tkazilgan Turon teatrlarida qatnashib, undagi ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan videolarim orqasidan telekanallarda buni hayotda edilar, taqdirlar ko'rsatuvlarda qisqa epizodli kinolarga tushib keldim. Undan tashqari kitob chiqardim va tuman miqyosida 60 dan ortiq kitoblarim chop etila boshladi. Bundan tashqari davlatimiz rahbari prezidentimiz biz yoshlarga berayotgan imkoniyatlardan keng foydalangan holatda IT yo'nalishi bo'yicha ham EduConnect degan platformaga asos soldi. Bu viloyat hokimimiz, ya'nida Shuhratbek Qo'shaqbayevichning hokim platformasini yana ham kengroq holatda olib borilayotgan, yana ham kengroq holatda asos solinayotgan platformasi hisoblanadi. Barchani kirib kelayotgan 2026-yil bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Kimki nimaiki o'ylasa, ana shu tilaklariga yetib qolishini muborakbod etib qolaman. Barchani 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Men Musaxonova Ruxshona Baliqchi tumani 28-umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisiman. 2 yildan buyon respublika miqyosida o'tkaziladigan jadidlar izidan respublika tanlovining faol ishtirokchisi hisoblanaman. Men mana shu tanlov mobaynida jadidlarimizning hayot va ijodiga oid juda ko'plab bilimlarga ega bo'ldim. Men asli maqsadim g'oliblik emas, jadidlarimizning hayotiga oid bo'lgan ko'plab bilimlarni egallash va buni kelajak hayotimda qo'llay olish deb hisoblayman. Tilaklarimdan biri barcha yurtdoshlarimizga omad va zafarlar tilab qolaman. Tengdoshlarimizga o'qishlar 31 dekabr dasturimizning bayram soni davom etadi va sizlarga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida xizmatdamiz. Bugun aynan Shahodat bilasizmi, yangi yil soniga ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritgan yoshlarni biz studiyamizga taklif etganmiz. Ular orasida baliqchilik yoshlari ham bor. Ularni biz studiyamizga taklif etdik. Ularni ham 2025-yildagi yutuqlari bilan o'rtoqlashamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. tuman o'rta ta'lim maktabi 39-maktab o'quvchisi, 9-sinf o'quvchisi Abdumalik Robiyaman. Men soham koreys tili bo'lib, men topik 3 qilib oldim. Salkam 4 qilib desa ham bo'ladi. 4 ball yetmadi. Endi 2026-yilda men buni 4, 5, 6 daraja ham olishni niyat qildim. Va men bu koreys tili bo'yicha respublika olimpiadasida qatnashdim va o'ntalikka kira olmagan bo'lsam ham yuqori o'rinlarni egalladim. Robiyaning 2026-yildagi rejalari qanday? Haligina aytib o'tganimdek, topikda yuqori darajalar C darajalarini olish va keyingi respublika 4-olimpiadasida yuqori o'rinlarni olish, top 10talikka kirish. Kelgusida qaysi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishni maqsad qilgansiz? Men Koreya universitetlariga kirishni niyat qilganman va u yerda o'qib kelib O'zbekistonni rivojlantirmoqchiman. Rahmat. Keling endi aynan Baliqchi tumanidagi 14-umumta'lim maktabidan tashrif buyurgan yoshlarimizga ham yuzlanamiz. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum, ismim Karina. 14-umumta'lim maktabidan 11-sinf o'quvchisiman. Bitiruvchi yoshsiz. Bu yerda aynan koreys tilini mukammal o'rganib, u yerdagi oliygohlarda o'qishingizni davom ettirish niyatidasiz. Va bu ishlaringizda sizga faqat muvaffaqiyat tilab qolamiz. Va siz bilan birga kelgan tengdoshingizga ham yuzlanamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Sizmi bugun suhbatdoshlarimiz orasida qizlar ko'p. Demak, qizlar ham 40 ta hunarni dada tutayotganlardan bo'lishyapti-da, qizlarni ham bugun jamiyatda o'rni, mavqei oshib boryapti va yana bir mana shu suhbatdoshlarimiz, ya'ni o'quvchilarimiz orasida yana bir yutuqqa erishgan qizimiz ham bor.
ular bilan ham suhbatlashamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Mo'minova Karimova. 14-umum ta'lim maktabida 11-sinfda o'qiyman. 2025-yili Respublika Olimpiadasida qatnashdim. Topik 3 grup sertifikatim ham bor. Kamila, mana bitiruvchi yosh ekansiz. 2026-yilda o'z oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz bor, to'g'rimi? 2025-yilda qo'lga kiritgan yutuqingiz esa aytishga arzirli, maqtansa bo'ladi, to'g'rimi? 2026-yili topikdan 6 grup darajasini olib, Koreya universitetida o'qishni niyat qilganman. Bunga hozirdan tayyorgarlik boshlangan. Tayyorgarlik bo'lyapti. Rahmat. Endi aynan 19-umum ta'lim maktabidan tashrif buyurgan yoshimizga yuzlanamiz. Marhamat. O'zingizni tanishtiring, marhamat. Assalomu alaykum. Men Koreys tili olimpiadasidan viloyat bosqichida faxrli o'rinni egallab, respublika bosqichida ham ishtirok etdim. Hamda men hozirda SK va topik sertifikatlarim bor. Bunday natijaga erishishimga asosiy sababchi bo'lgan ota-onamga. Keling, endi aynan nimaga koreys tilini tanlaganingiz haqida gaplashamiz. Qiziqasizmi? Koreys tiliga qiziqaman. Yoki Koreyada o'qishni xohlaganmisiz? Xudo xolasa 2026-yilda yaxshi natijalarga erishib, Koreya universitetlariga o'qishga kirishni niyat qilganman. Qaysi sohani tanlamoqchisiz sir bo'lmasa? Biznes sohasini. Biznes sohasida ketmoqchisiz. Hozirda IELTSga ham tayyorgarlik ko'ryapman. Demak, koreys tili bilan birgalikda xorijiy tillardan ingliz tilini ham o'zlashtiryapsiz. Albatta. Bugun faqatgina birgina tilni bilish insonlarni qoniqtirmay qoldida. O'sha zamon talabi ham bugun ko'p tilli bo'lish, ya'ni 2-3 emas, balki 4-5 tilni mukammal bilgan yoshlarimiz ko'payib boryapti va albatta bu sohalar rivojida qolaversa, mana yoshlarimiz Koreyaga borib, Amerika davlatlariga borib, boshqa xorijiy mamlakatlarda o'qib, ana shu yerni tahsilini, tajribasini olib, amaliyotni O'zbekistonga qaytganlarida olib kirishadi. Va bugun sizlarga ham yaxshi niyatlarimizni izhor etamiz. Yangi yil muborak bo'lsin. 2026-yil barcha orzularingiz ro'yobga chiqishida eng yaxshi yil bo'lsin. Yangi yil dasturimiz esa davom etadi. Bizda ayni paytda yana bir iqtidorli san'atkorimiz tomonidan yangi yil tabrigi sifatida ajoyib tarona yangrab o'tadi. Undan keyin yana suhbatdoshlarimiz bor, dasturimizni davom ettiramiz. Murodjon O'lmasov ijrosidagi chiroyli tarona bilan dasturimizni davom ettiramiz. A'lo kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
Men Takirova Hadicha Qudratullo qizi Baliqchi tumani 39-umumta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Erishgan yutuqlarim sifatida 3 yildan beri fan olimpiadasida qatnashib, oliy o'rinlarni egallab kelayotganimni va bu yil ham asosiy olimpiadaning o'zbek tili fanidan 1-o'rinni egallab, respublika bosqichi uchun yo'llanmani qo'lga kiritganimni aytib o'tishim mumkin. Albatta ushbu yutuqlarimda ota-onamning va ustozlarimning hissalari juda ham katta. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Men Toshmirzayeva Shohida Oybek qizi Baliqchi tumani 26-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisiman va 3 yildan beri viloyat fransuz olimpiadasida fransuz tili yo'nalishi bo'yicha oliy o'rinlarni olib kelmoqchiman va jumladan bu yil respublika bosqichiga yo'llanmani yutib oldim. Tengdoshlarimga tilaklarim bu yil 2026-yilda hammaga baxt, saodat va yangi yutuqlarni tilab qolaman. Men Abdullatipova Oyshaxon Baliqchi tumani 35-maktabning 8-sinf o'quvchisiman. Men yaqinda o'tkazilgan Jadidlar izidan tanlovining respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritdim va Germaniya davlatiga ta'lim sayohatini yutib oldim. Bu ustozlarimning yordami, ota-onamning ishonchi va shuncha oylik mehnatlarimning natijasi nazarimda. Ana endi 2026-yilda mana shu Germaniyaga sayohatga borganimizdan so'ng yanada bilimimni oshirmoqchiman va mana shunday yirik muvaffaqiyatlarga erishmoqchiman. Barchangizga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Sevgin izhor aylasam dildor, kulib qo'ygin qayrilib bir bor. Ishq bog'ingda bo'layin qirol, o'zing mening qirolichamsan. Sevgim izhor aylasam dildor, kulib qo'ygin qayrilib bir bor. Ishq bog'ingda bo'layin qirol, o'zing mening qirolichamsan. Ko'zlaringdan aylana yuzim, yuragingga joylana yuzim. So'zlarim chin erkam gul yuzim, o'zing mening qirolichamsan. Qirolicham, qirolichamsan, erkam mening qirolichamsan. Qirolicham, qirolichamsan, o'zing mening qirolichamsan. Sog'inaman ko'rmasam seni, so'zing tinglab to'ymasam seni. Meni sarxush nas aylagan balday shirin so'zlaring seni. Xumorma munchoq ko'zlaring, shirin kulib aytgan so'zlaring menga to'lgan oyni eslatar. Qirolicham seni yuzlaring, ko'zlaringdan aylana yuzim, yuragingga joylana yuzim. So'zlarim chin erkam gul yuzim, o'zing mening qirolichamsan. Qirolicham, qirolichamsan, erkam mening qirolichamsan. Qirolicham, qirolichamsan, o'zing mening qirolichamsan. Qurboning bo'lay, muhabbatning ulkan qasrida. Qirolicham, qiroling bo'lay, ko'ksimdagi urgan yuraksan. Sen go'zalsan, xursand malaksan, hayotimga ma'nosi nasib. Qirolicham, menga keraksan. Ko'zlaringdan aylana yuzim, yuragingga joylana yuzim.
ko'zlarim chin erkan gul yuzim o'zing mening qirolichamsan qirolichamsan erkan mening qirolichamsan qirolichamsan o'zing mening qirolichamsan qarang, bizni qizlarimiz hali hamon studiyada biz bilan birgalikda xizmatda. Nega bular bayram dasturxoniga tayyorgarlik ko'rishmayapti? Menimcha tayyorgarliklar bo'lgan, lekin bularning o'rni ham bor. Keling bularga ruxsat beramiz. Kechki dasturlarimizga yetib kelgunga qadar bayram dasturxonini chiroyli qilib oilada birgalikda tayyorlab kelishadi. Har yilning so'nggi kuni 31-dekabr sanasi yugur chop ishlar bilan yurtdoshlarimizning bayram dasturxoni uchun tayyorgarliklari bilan yanada fayzli bo'ladi. Hozir ayni daqiqalarda kimdir ko'chada bayram dasturxonini kamchiliklarini xarid qilish bilan bozorlarda yuribdilar. Yana kimlardir, masalan, toifadoshlarimiz, opa-singillarimiz uyda bayram dasturxoni uchun bayram taomlarini tayyorlamoqdalar. Biz esa yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat bag'ishlash uchun bugun bayram kuni ham bajonidil xizmatdamiz. Bizga berilgan topshiriqlar qatorida mana shu kuni ishlashimizni bilganmiz va G'ayrat aka sizni qiziqtirayotgan savolga javob bermoqchiman. Bir kun oldin, 2 kun oldin biz uyda xotirjam bo'linglar, tayyorgarligimizni ko'rib qo'yganmiz. Ozgina kamchiliklarimiz bor. Biz uyga borib kelamizda va yana kechki dasturdagi jonli dasturlarga yetib kelishga harakat qilamiz. Albatta shunday, to'g'ri aytyapsiz Shahodatxon. Bir-biridan qiziqarli ko'rsatuvlar, siz uchun muhim bo'lgan 2025-yilning ajoyib taassurotlari ijodiy jamoamiz tomonidan siz uchun atayin maxsus hozirlangan. Ularning hech birini o'tkazib yubormaysiz va bayramga tayyorgarlik jarayonida albatta Andijon telekanalini o'zingizga eng yaqin hamroh qilasiz degan umiddamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting.